Tasavvur qiling, siz bolnitsada uyg'onib ketdingiz. Eng yomoni, sizni jinsingizni o'zgartirib qo'yishgan. Xuddi shu narsa mana shu indiyalik bolada ham bo'ldi. 20 yoshli Mujahid ismli bolani do'sti bolnitsaga shunchaki aldab olib keladi. U yerda bolaga qanaqadir ukol qilishadi va u hushini yo'qotadi. Narkozdan uyg'ongandan keyin u yomon narsani sezadi. Uni jinsini o'zgartirib qo'yishganini. Uni roziligisiz. O'sha operatsiyani qildirgan o'rtog'i Prakesh endi sen ayol kishi bo'lib yurasan va menga turmushga chiqasan deb aytadi. Agar yo'q desang, otangni. Bu ish haqida albatta politsiya bildi va Prakeshni qamoqqa olishgan. Mujahid meni aldab shu ishlarni qildi deb aytadi, lekin doktorlar unaqa demaydi. Lekin doktorlar hamma yo'lga o'zi qo'l qo'yib, o'zi obsledovaniyadan o'tib, rozilik bergan deb aytishadi. Bu voqea haqida kommentariyada o'z fikrlarini bildiringlar. Ya'ni shunaqa videolar chiqishini xohlasanglar, kommentariyaga plus qo'yish esingizdan chiqmasin. Bilaman, jinnicha story. Eng yaqin o'rtog'inglarga tashlab qo'yinglar.